Navbatdagi bemorimiz bizga to'g'ri ichakda orqa ekstra sfintr oqmasi 4-darajali murakkablikda tashxisi bilan murojaat qilib kelganlar. Hozir mana amaliyotga olganmiz bemorni. Anusdan 4 sm tashqarida sohat strilkasi bo'yicha oltida oqmani tashqi teshigi. Oqmani ichki teshigi bo'lsa, anusdan 1,5-1 sm oralikda ichkarida joylashgan, sohat strilkasi bo'yicha 6 ga to'g'ri keladi. Xudo xolasa operatsiyani mana 16:12 da boshladik. 2 minut bo'ldi. 8 minutda tugatamiz. Bu degani 10 minutda tugaydi. Lekin bemor bu kasallik bilan kamida 2-3 yil azoblanib yurgan. Operatsiyadan keyin reabilitatsiya qisqa bo'ladi. Bemor qiynalmaydi. Faqat ranani bizish uchun biroz vaqt ketadi xolos. Sprey o'tkazinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Zubat pinset. Bo'lmasa zubat instrument. Aka qalaysiz? Og'riq sezmayapsizmi? Yaxshimi hammasi? Mana operatsiyangiz pashti o'tdi hisob. 16:12 da boshlagan edik. 21 bo'ldi. 16. 9 minutda tugadi operatsiyangiz aka. Endi hali to'g'ri daskanalning oxirigacha yetganimiz yo'q, lekin yonda kichkina nima edi? o'shani hozir ochyapman. Ana jarrohlik amaliyotini 9 minutda yakunladik. Lekin bemorda shikoyati kichkinagina terini tagida ateromachami, lipomachami bor edi. O'shani olib bering deyishdi. Shuni ochamiz. Menimcha ateroma chiqadi skarsiy bu yerda. Chunki bu sohada lipoma juda ham kamdan kam uchraydi. Ichakni ichidan chiqib kelyapti. Hozir bittasi ekstra sfintr oqmani oldik. Mana bu kattasi bor edi-ku, ginoy chiqib turgan. Mana bu yerda bunday qo'lingiz bilan ushlasangiz seziladigan. Uni olib tashladik. Bundan tashqari sohat strilkasi bo'yicha 10 da anusdan 1 sm uzoqlikda qattiqlik sezildi. Ichini ochib qaraganimizda svishovoy xod bor ekan. O'sha xodni olib tashladik. Xudo xolasa shu bilan yaxshi bo'lib ketadi. Lekin buni ichki teshigiga, ya'ni ichki teshigini olmadik. Ichki teshigini koagulyatsiya qilib qo'yamiz. Svish bo'lib qolish ehtimolligi yo'q emas mana shu bilan. Tegmagan joyimiz bor-ku o'sha yerda. Avvalo bo'lmaydi xudo xolasa. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan xavf. Perikspiras. Agar mabodo svish bo'lib qolgan taqdirda ham mana bu svishingiz yopilib ketadi-ku bunisi. Keyin bemor uni ochsa bo'laveradi. O'shanda sfintrga unaqa jarohat yetmaydi. Ya'ni sfintr ikkita joydan kesilmaydi. Hozir baribir birinchi o'rinda hayot sifatida hozir dang'illatib olib tashlaveraman. Menga olish qiyinlik tug'dirmaydi. Lekin ertaga siz suyak holat bilan gazni ushlolmay qolishingiz mumkin. Bu yaxshi ish emas. O'shaning uchun hozir Allohga tavakkal qildik. Mana tugatdik operatsiyangizni. Birinchi svishni xodi bilan polni kesib olib tashladik. Ikkinchisini svishovoy xodni o'zini topib, ichkarini koagulyatsiya qilib qo'ydik. Xudo xolasa shu bilan yopilib yaxshi bo'lib ketadi. Yuqori ehtimollik bilan. Bo'lishi mumkin bo'lgan narsa mabodo bu yerda svish paydo bo'lib qolsa, ikkinchi etap operatsiya qilinadi. Unda hozir birinchi svishingiz o'rni bitgan bo'ladi to'liq. Sfintr yetishmovchilik xavfi bo'lmaydi o'shanda. Ya'ni axlatni, ya'ni suyak axlatni, gazni spokойно ushlaysiz. Обработка bitadi.